Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong hammaga. Xudo xolasa mana ishni boshladik. Bugun 5-may, ponedelnik, ishni birinchi kuni. Birinchi zakazni berdi. Qolgani kelyapmiz hozir. Aeroportga berdi. Ko'ramiz, obzor qilamiz. Irkutsk shahrida Yandex qanday bo'lyapti. Kuzatib olinglar do'stlar. Yana keldik, namestani yazamiz. Aeroportga ekan. Keyin kutamiz. Hozir 1 kilometr ko'rsataman do'stlar. Bora yo'la ketishga tayyorgarlik ko'rsak razvorat qilamiz. Botanika 3 dan aeroportga kilometri 10 kilometr do'stlar. Kutyapmiz, chiqsa boramiz. Do'stlar olib keldik. Yarim soatda kelibmiz. Probka platinalar. Itogo 817 rubl bonusi bilan aeroportdamiz. Keyingi zakaz kutamiz do'stlar. Aeroportda koeffitsient 170 yonyapti. Qachon vaqtimiz bor. Aeroport nimasida kutib tursak bo'ladi. 10 minut bekor. Если 10 minut ichida bermasa, bir kirib yana aylanib chiqamiz. Do'stlar zakaz tashladi. Ostrov Yunusga sentrga berdi. 90 rubl qo'shib. Namestani yazamiz. Bir bo'lsa adashtida bu 697 kilometr Jiddi vokzalga beraman deb Железнодорожный vokzal deyapti. Точно bu adashgan. Ancha-muncha shunaqa bo'lib turadi. Скорее всего, Jiddi vokzalga borsa kerak. Uzoq chiqishi. Bir yil 150 bo'libdi Irkutskda aeroportiga. Точно adashibdi, aytdim. Jiddi vokzalga zakaz qilgan. Ostrov Yunusni ukazatib qo'yishgan. Ладно, hozir to'g'rilaymiz mana. Do'stlar, keyingi zakazni olib kelib tushirdik. Jiddi vokzalga keldik. Mana kakras aytganimdek 620 rubl bo'ldi. Yarim soatda keldik. Bonus Yandex 380 qo'shib berdi. Zonaning ichidan jilganimiz uchun. Aeroportdan Jiddi vokzalga 13 kilometr. Zaverst qildik. Hozir keyingi zakaz kutamiz. Jiddi vokzal do'stlar. Shu yerda bitta ma'lumotni berib ketay, kimgadir foydasi bor. Kim keladigan bo'lsa, masalan, Ulan-Udedan yo Chitadan yo Vladivostokdan, ash tomonlardan kelib, Jiddi vokzalga kelib aeroportga borish kerak bo'lsa, uni shu sentralniy xod, mashinardan chiqasizlar. Aeroportga borish kerak bo'lsa, Elchixona bu yerda ostanovka bor. Shunday o'tsanglar 80 avtobus keladi. Hech qayerga yurish kerak yo'q, mana shu 80 ketayotgan. Mana shu ostanovkasi. Kimgadir foydali bo'lsa. Keyingi zakazimiz tashadi. Mana shu vokzaldan Yubileyniga 30 rubl qo'shib beryapti, olamiz. Namestdan yozib qo'yamiz. Do'stlar, mana sentralniy xod. Sentralniy xodlar shunday bo'lsalarni ostanovka 80 keladi. Hozir klient kutyapmiz. Chiqsa Yubileyniga haydaymiz. Jiddi vokzal. Do'stlar, olib kelib tushirdik. 25 minutda kelibmiz. 403 rubl Yandex qo'shib bergan bilan. Keyingi zakaz kutamiz. Yubileynidamiz. Yubileynida koeffitsient 30 rubl ko'rsatyapti. Narxlar tushib qolibdi shu. Keyingi zakazimiz tashadi. Beryozovoy Roshaga olamiz. 2 kilometrini ko'ramiz. Necha kilometr? 9 kilometr почти. Boramiz do'stlar. Olib kelib tushirdik do'stlar. 16 minutda kelibmiz.
Probkalar tarqadi. Hamma ishiga yetib, zakazlar ham o'sha 356 rubl. Zakazlarda ham mazasi qochdi. Bu yerda koeffitsient 30 rubl ko'rsatyapti. Ko'ramiz keyingi zakaz qayerga beradi. Sentrga, avtovokzal. Oktyabrskiy revolyutsiya. Dokuz kilometr. Shuni olib boramiz, ishni to'xtatamiz do'stlar. Chunki juda narxlar tushib ketdi. 10 dan soat 5 gacha ishlashni keragi yo'q. Chunki narxlar arzon bo'ladi. Kim boshqa ishi bo'lsa, shu ish bilan shug'ullanib 5-6 dan keyin chiqib 5-6 ta zakaz qo'ysa bo'ladi. Do'stlar, bu zakazimiz отказ qildi do'stlar. Boshqa zakaz berdi sразу shu oldidagi domdan. Qayerga? Bulvar Bikova 50 dan Marshal Jukovaga Solnishniga beribdi. Kilometri 13 kilometr 27 minut ko'rsatyapti. Mayli. Solnishniga bo'lsa Solnishniga boramiz do'stlar. Keldik namesani ezdik do'stlar. Bagajga boramiz. Bagajini soldik, hozir ko'ramiz.